Hurmatli obunachilar, bunaqa spalni juda kam. Bu maxsus siz uchun yasatilgan spalni bo'lyapti. Qarang. Barxet, shumka qilingan yog'ochlar, dekorlar, spalni kravat, mana glamlar hammasi, svit yorug'liklari hammasi bir joyda bo'lyapti. Ya'ni bu xona sizga bir umr xizmat qiladi. Sizni romantik xonangiz bo'lyapti. Bitta qarang, tomosha qiling, pardalarga qarang. Juda ham zo'r qilingan. Ya'ni bu yerda siz maza qilib bir umr baxtli, saodatli hayot kechirasiz. Ikkinchi etaj 3 xona, 102 metr uyda umumiy kvadrati 102 metr kvadrat. Mikrorayonda joylashgan xonadonga kelganmiz. Mana bu o'sha xonadonimizning kirish eshigi. Ikkinchi qavatga lift kerak emas. Bu hol qismi. Holda ko'rib turganingizdek ajoyib mebel yasatilgan. Bu yerga yana qo'shimchasiga siz yumshoq mebel qo'yib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Bu tomonda oyna qilingan. Mana bu joyga men mebel qo'ydirgan bo'lar edim, tavsiyam. Xo'p, sanuzillarimiz alohida joylashgan. Даже hojatxonaga ham mana shunaqa polkalar yasatilgan, to'liq kafilda, suvdan, gazdan, svetdan muammo yo'q. Kadastri bor. Yo'lning ustida joylashgan. Endi yuvinish xonasiga e'tibor bering. Dushavya kabina qilinyapti. Umumanligi bor. Bu yerda ham unitaz, sushilka hammasi bor. Kafillar zo'ridan qo'yilgan. Xo'p. Do'stlar, bitta men sizlarga hozir uyimizda zal qismini ko'rsatsam. Razdvijnoy ish qo'yilgan zalga yumshoq mebeli bor, konditsioneri bor, devorlarni ko'ryapsiz, bu yerda aboy yo'q. Shundoq mana shu yerdan lokatsiyani ham ko'rsatib o'raylik. Mikrorayon ko'chasida bo'lyapti. Fortuna Business usti, Shashlik Uz, Family Park, bozor mikrorayoni mana shu joyda joylashgan. Xo'p, bolajonlar yotoqxonasini ko'ramiz. Negadir svit ko'rinmaydi bolajonlar yotoqxonasida. Mana. Ikkita bolajon uchun ajoyib sharoitlar. Kravat. Devorlar rangiga e'tibor berasiz. Oq g'ishtchalardan ham foydalanishgan. Mana shunaqa kombinatsiya bo'lyapti bu joyimiz. Shkafi bor. Zo'r glamlar tashlangan. Oshxonaga o'tamiz. Ya'ni ayollarimizni sevimli xonasiga. Vau, buni rangini qarang. Yaxshi niyat qilganlarga kamida shunaqa uylar nasib qilsin deymiz. Qarang, oshxonamizda texnikalarni sanab beraman. Kir yuvish mashinasi LG dan qo'yilgan. Muzlatgichimiz Volmerdan. Bu yoq ketdi, hammasi Goodwill. Mikrovolnovka, duxovkasi, gaz plitasi, vытяжкасы hammasi bilan Goodwill firmasidan qo'yilgan. Oshxona mebelining rangiga ham e'tibor berasizlar. Aytib o'tganimdek, har bir xonada deraza bor, yorug'lik tushadi. Oshxonada ham o'tirib ovqatlanishingiz uchun sharoitlar qilingan. Hamma xonani ko'rib chiqdikmi? Ko'rib chiqdik. Narxi $102,000 so'ralyapti. Ya'ni kelishtirib beriladi. Bugungi kunda bu uyning narxida hatto korobka ham topish qiyin, chunki ikkinchi etajdamiz. Bu esa remontlangan, zo'r ta'mir qilingan, aynan yangi egasini kutmoqda. Kadastri bor, nomingizga o'tadi. Qiziqqanlar ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz. Bugungi manzilimiz Samarqand shahar mikrorayon hududi bo'ldi. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Agar mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying.